do'stlar sizlarga rahmat. Bir kun bo'lmasdan sizlar 260tadan ko'p obunachi chiqib tursalar, man sizlardan 250 tagina so'radim, xolos endi oyligim berishlari kerak. Ha. Salom. Men merman va eshit, menda oylik bor, lekin hozirda seni 255 tadan ko'p obunaching bor. Bu degani senga hozir Minecraft kreativ berish kerak va o'shanda sen o'z izmirutlaringni olib olishing mumkin. Minecraft bunga ruxsat berdi. Rostdanmi? Hech qilib serverda boshliq otib olmaydimi? Yo'q, hech qanaqa. Menga o'zi aytdi. Storim uzubi bir kundan kam vaqtda shuncha obunachi to'plab borgani uchun men unga oyliklarini ham kreativdan olishiga ruxsat beraman. Yana xohlasa boshqa narsa ham olishi mumkin. Faqat bir istakli narsadan bir dona olishi kerak deb aytdi. Xo'p, hozir obunachilar men kreativ bo'laydi. Mana obunachilar. Ana, senga kreativ berildi. Endi esa sen qishloqni yangilashtirishing va oyligingni olib olishing kerak. Oyligim 1.8 minutda? Ha, albatta. Izmirut bas olmasam bo'lmaydimi? Bo'ladi. Lekin izmirut ham qo'shib ol. Izmirutga bizning qishloqda savdo bor. Mana bo'ldi, rahmat. Endi qishloqda masalan qanday qilsa ular tomon qaror joyda turibdi. Yo'llarni yaxshila. Masalan, pastga tushib ketgan g'alati yo'llar bor. O'shalarni zinapoya bilan yaxshila. Oddiy yo'llarda nimalarda toshga aylantirib chiqam yo'q, unday bo'lishi shart emas. Unda ko'p vaqt. Uyimni yangilashtirib olaverim. Men oppoq qilibdi. Albatta. Lekin avval barcha yo'llarni tozala. Tushib ketgan yo'llarni hozir tozalayman. Mana obunachilar, endi biz zinapoya olamiz va biz qattiq degan zinapoya. Mana tushib ketgan yo'llar tozalaymiz obunachilar. Mana obunachilar bunday qilib qo'ysam o'xshaydi. Mana biz shunchaki yo'lda qilsak bo'ldi obunachilar. Menimcha yana bunday yo'llardan biroz 2-3 bor. Ularni ham qilib qo'y. Xo'p. Mana endi bu yerda bo'lgan yo'l bu shart emasmi? Unga o'xshashlari shart emas. Ha, xo'p. Mana bu yerda bor ekan. U ham kerak emas. Birozgina oldingi yo'l, yaqiningda shunday yo'l bor. Mana shu. Ha, bo'ldi, bildim bu joyni. Mana to'g'rilab qo'yapman. Barakalla. Endi bo'ldimi? Albatta. Endi bu zinapoyalarni tashlab olaman. Ha, tashlab yubor. Endi men uyimni oppoq qilishim kerak obunachilar. Hozir boshqa narsani olsam bu yo'qolib qoladi. Oq blok bizga oq nima deyardi haligi. Mana bu narsadan kengroq bo'ladi. Biz uyimizni oppoqqina olamiz. Uyimizni oppoqqina qilib videoni stopdan ochamiz obunachilar. Mana obunachilar uyni ham qurib oldik. Endi bo'lsa biz mana bu narsalarni lavaga tashlab olishimiz kerak. Stop fakelimiz qolib ketibdi. Obunachilar, rostdan uyni ham qurib oldik. Mana boshqa narsalar xullas mana bu yerda ham obunachilar divanni ham biz bo'ldim kechirasizlar. Divandan turib buni boshqadan qilib qo'yamiz. Sal notekis to'g'ri bas degandek. Hozir obunachilar uxlab olaman. Turib boshqa ishlarni qilaman obunachilar. Uy yangilashdi. Endi qishloq yangilashdi. Bu narsalarim bor obunachilar. Endi bu obunachilar men o'zimga bitta yangi narsa ochmoq, bitta yangi narsa olmoqchiman. Endi bu narsani tashlab olaydi. Hozir obunachilar tasavvursam bu narsalarni tashlab mana tashlab. Mana tashladim.
Yana tashladim va ikkinchi marta tashladim. Endi bizga kerak bo'ladi verstak. Bu verstak uyimizda verstak yo'q, agarda bilsalaring obunachilar. Endi biz obunachilar buni menimcha sizlar hech kimga aytib qo'ymaysizlar. Buni tagida sirli joy bo'ladi. Xo'pmi obunachilar? Buni hech kimga aytib qo'ymaysizlar, biz meni sirli joyim bo'ladi obunachilar. Menimcha sizlar hech kimga aytib qo'ymaysizlar. Men sizlarga ishonaman. Shunga sizlarga ishonyapman. Shunga sizlarga aytyapman obunachilar. Sirli joy bo'laversak bo'lsa mana bu yerda turadi. Mana obunachilar qalay turdi? Sirli joyga biz bo'lsa mana bu narsalarimizni qo'yamiz. Mana obunachilar. Mana izimni tutqazsam o'zini saraqa qo'yaman. Mana bular kerak, bularni bo'lsa qo'yib qo'yaman. Endi bularni lavaga tashlab bemalol bo'ladi. Va biz vyejivaniya rejimiga o'tamiz obunachilar. Mana bo'ldi. Endi merga aytib qo'yaylik. Va yomg'ir yog'ardi. Bitta ekan. Mer bitta qo'shaman. Obunachilar mana qaranglar, uy topmoqligini. Xullas endi mer esasizmi? Kreativ aytgan obunachilar. Ha, gapiraver, eshityapman. Xullas qarang, men ishlarni qilib bo'ldim, endi survival rejimiga o'tyapman. Ha, hozir Minecraft sendan kreativni oladi. Vaqt tugadi. Mana obunachilar, mana hamma joy bo'ldi. Endi bo'lsa biz nima qilamiz obunachilar? Biz videoni tugatamiz obunachilar. Sal endi kamerani quvvati oz qoldi, mana ko'rsating. Hozir quvvatni sizlarga ham ko'rsatib beraman obunachilar. Hozir quvvat 13% qoldi obunachilar. 13% aniq yetmaydi. Demay endi yana obunachi hozirda obunachimiz nechta edi? 263 ta obunachi bor. Shu obunachi 273 ta bo'lganda yangi video chiqadi. Yangi videoda nima bo'lishini xohlasalaring videoga kommentariyadan yozib qoldiringlar obunachilar. Xo'pmi? Kommentariyada obunachilar. Sizlar kommentariyada qanaqa video bo'lishini yozib qoldiringlar. Men o'zimga eng yoqqanini asadi juda ham ko'p bo'lsa, hozirdan bittasini tanlab, aynan o'shasini qilaman. Ya'ni qulayroq, sharoit borroq qilaman obunachilar. Xullas hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan storimiz bo'ldi. Bugungi videomizda biz qishloqda yangilashtirib oyligimizni oldik. Kanalga obuna bo'lib, tezda like bosib qo'yinglar obunachilar. Mana obunachilar, hammaga xayr. Sizlar bilan storimiz bo'ldi. Sog' bo'linglar, kanalga obuna bo'lib, like bosib, xullas hammasini qilinglar obunachilar. Agarda kanalimizda tezroq 273 ta emas, 290 ta obunachi bo'lgan bo'lsa, men kanalni ochmoqchiman. Kanalning nomi esa Mr. Family. Shunaqangi kanal ochmoqchiman obunachilar. U kanalim ochilganda sizlarga aytib qo'yaman, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'pmi? Tezroq 290 ta bo'lsa, xullas qaranglar. Mr. Family degan kanal ochiladi. Hammaga xayr obunachilar, sog' bo'linglar.